قال عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem aytdi, haqiqatda Alloh sizga namoz ustadi. Shunga ko'ra uni saqlag'iz. Ham u vitr namozi. Vitr namozi o'qila 3 rakat, ya'ni mumkinchilik bo'lmasa 3 ni o'qira 1 rakat o'qiladi. Vitr namozi u sunnat namozlaridan. Lekin Peygamberimiz bu namozga boshqa sunnat namozlarına qaraganda ihtiborini orttirdi. Bilganimizcha Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem safarga chiqqanda boshqa sunnat namozlarini qoldirsa da o'qimasa da ertangi namozning 2 rakat sunnatini ham vitr namozini qoldirmadi. Shunga ko'ra bu namoz bek muhim. Agar 3 rakat o'qiy olmasang ekan, 1 rakat bo'lsa da o'qi. Agarda bosib o'qiy olmasang ekan, o'tirib bo'lsa da o'qi. Bilganimizcha kishi farz namozini o'qiganda bosib o'qirga tegish. Ya'ni farz namozini kishi bosib o'qirga tegish. Ya'ni agar endi uning bosib o'qirga mumkinchiligi bo'lmasa-gina, u anga o'tirib o'qirga ruxsat etiladi. Lekin sunnat namozlarini o'tirib o'qirga yaraydi. Bosib o'qirga mumkinchiligi bo'lsa-da, o'tirib o'qirga ruxsat etiladi. Lekin u endi bosib o'qiganga qaraganda, o'tirib o'qiganda ajrni azroq oladi. Shunga ko'ra vitr namozini qoldirishga kerak tugul. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem uni qoldirmadi. Shunga ko'ra endi bosib o'qiy olmasang, o'tirib bo'lsa da o'qi. Endi 3 rakat o'qiy olmasang, 1 rakat bo'lsa da o'qi.